Qani Tolip aka, itaring, kuchmoqman, qani sekin-sekin, ha, itaring, Tolip aka, itaring. Bu taksida o'ynataman deb turibsizmi taksing? Yo'q, akkumulyator o'tirib qoldi, Tolip aka, qani itaring. Buni sal bunday minadigan bir chiroylisini olib yursam bo'lmaydimi? Gavdasini ko'rib, bir maza qilar ekanmiz-da desam, shumi maza. Shopir ham yo'q, sekinroq itaring. Nima deysan? Shopir yo'q, itaring. Shopir yo'qmi? Bu o'zi aqlli mashina-ku Tolip aka, o'zi to'xtaydi borarkan, devorga 2 metr qolganda to'xtaydi o'zi. Tavba qildim, odam qo'rqitmagin, botir. Ho. Qo'y bunaqa qilmagin, men ketay, qo'y. Ana Sen hozir meni bir qilib turib, meni hozir sen taxtaga taxt qilasan-da, mazamni qo'shilasan hozir. Sizni yig'uchiga tayyorlab qo'ymoqchiman. Ha, shu yig'uchiga tayyorlab hozir meni sharmanda qilasan. To'xtat, iltimos. Aytgan, aqlli mashinangga aytgan, to'xtat buni. Bo'pti, mayli, rahmat. Tolip aka, men bor uzr sizga qildim aka, boringizga shukr. Umringiz uzoq bo'lsin. Bu meni yurtim kanali Tolip aka. Ha, bu Tolip akam ajoyib san'atkor ukajonlarim. Mana umringiz uzoq tanijoningiz sog' bo'lsin. Qani o'zingiz mazangiz yo'q edi, bir qani kuch-quvvatingizni ko'rmoqchi bo'ldim, Tolip aka. Endi shunaqa. Bizni meni yurtim kanalida kulib boramiz loyihasi, taksi loyihasi. Kulib boramiz, shunaqa boshlangan bo'lsa, yo'q, yaqinlab boramiz. Boringizga shukr. Umringiz uzoq bo'lsin. Aziz do'stlar, bizni kuzatishni davom etinglar. Assalomu alaykum boringlarga. Mana har yakshanba kuni kechki oqshomda siz azizlar bilan meni yurtim kanalida bugungi taksi loyihamizda aziz mehmoni elimiz ardog'idagi san'atkor, ajoyib so'z ustasi hamda qiziqchi desam ham bo'ladi. O'zimni akam ham kino aktyor Tolip Hojiyev bugun taksi loyihasining aziz mehmoni. Tolip aka, endi so'rashing meni muxlislarim. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Men o'yladim, buni bo'y bashiga qarab olishibdi bu mashinani. O'zi ahvol chataq, oyoqni zo'rga bosyapti. Lekin yomon zo'r kutilmagan bir men uchun haligi nima deydi, haqiqiy mukofot bo'ldi bu. Shunday ekan, mana shu kulib boramiz ko'rsatuvda men o'zim kuzatyapman. Menga yoqqan tomoni kulib boraylik, kulib yashaylik. Kulib umrimiz poyoniga borganda ham kulib poyoniga borishini Xudodan so'rayman. Bevaqt o'limdan Alloh asrasin. Yurtda faqat yaxshi kun, tinchlik bo'lsin. Biz san'atkorlar doim xizmatingizda bo'laylik. Aziz do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Bu kulib boramiz loyihasi. Qani mashinaga marhamat. Marhamat, qani. Qoyilman lekin. Har bir odamzodning eshigini baxt taqillatib keladi. Lekin shu baxt taqillatib kelgan paytda siz yo qo'shninikida o'tirgan bo'lasiz yoki taksida ketayotgan bo'lasiz. Mana Tolip aka, sizni amallab mashinaga o'tkazib oldim endi. Rahmat. Yo'q demasdan, taklifimga yo'q demasdan labbay deb javob berib kelganingiz uchun. Botir, men seni yoshligimdan desam, bu yonma-yon o'qidik. Necha mana bir yaqin 50 yilga yaqin bir-birimizga yelkadoshmiz, sirdoshmiz. Men qandoq yo'q deyman. Har qanday. Faqat bitta narsani men ketdim endi, bo'ldi, qo'y, men bu ishga aralashmay deganim, mana buni itaring deb turib katta gavdali narsani orqasiga o'tkazganing yomon bo'ldi. Bu qitmirlik qilmoqchi bo'ldim. Endi ko'nglingizga olmaysiz. Aziz do'stlar, bu meni yurtim kanali kulib boramiz taksi loyihasi aziz do'stlar. Endi boshqa taksilardan bizning taksining farqi shundaki, Tolip aka, bizni o'tirgan mijozlar bor-ku, agar biz manziligacha ketayotganda kuldirib olib borsak, kayfiyatini ko'tarib, demak yo'l kira haqini to'lashadi. Kuldirsak. Agar xo'mrayib borib kulmasa, siz bilan meni gapimga, unda tekinga yetadi. Xohlasa sizga to'lasin. Agar undir olsangiz sizga to'lasin. Qani o'rtoqlar, landi taksi loyihamiz boshlandi azizlar. Bismillah. Xo'p, ana endi to'xtang. Men telefonimni sozlab olishim. Tolip aka, taksi ilovalariga mana hozir qarang, biz shaharda qo'l ko'targanga yurib, unaqa qilmaymiz Tolip aka. O'zi telefondan tiring qilib o'zi chaqiradi. Buyurtma keladi azizlar. Biz o'zimizning ilovamiz bor. Ilovamiz bor. Ana, Tolip aka, siz boyaqidan telefonimiz jiringladi. Mana buyurtma tushdi mana shu atrofdan. Hozirgina mana hozir ko'ramiz, mana hozir qarang. Mana bizda mana shu yerda taxminan sal nariroqda turgan ekanlar. Qani, hozir mana qani ko'ramiz Tolip aka. Qani bismillah deb boshlaylikchi. Qani bismillah deb qani. Bismillah deb boshlaylik. Mana shunaqa. Mana kimdir mana shu do'konning oldiga beryapti. Mana shu do'konning oldiga. Yoshlarmikin, ota-o'g'ilmi bular, kim ekan? Mana shu yerga to'xtaymiz. Taksi. Va alaykum assalom. Toy. Voy, qani keling, qadamlaringizga qasanot. Qani, voy. Mana Tolip doda bilan ham so'rashib qo'ying. Assalomu alaykum. Voy, qo'yma, o'tirib oling. Qani. Voy, malades. Ismi kimdi bu bolani? Abdulloh. O'zi javob beradi. Abdullohmi? Abdulloh, meni tanidingizmi? Yo tanimadingizmi?
to'g'risini ayting. Siz tog'li kinoni dadasiz-ku. Ha, qoyilman Abdulloh. o'zi bo'ladigan bola boshidan deydi-yu. Ha, bo'ladigan bola tili biyron, aqli joyida, zehni o'tkir. Hozirgi mana shu yoshdagilar bilan o'zimni bunday qiyoslasam, men yana bir 50 yil orqadaman-da. Ishonga. Mana kenjatoyim bor. Bundan sal kattaroqda. Soat nechida kelsam ham, birinchi o'shani ko'zi ochiladi shunday qilib. Ada keldingizmi deydi. Bugun ham uxlamadingizmi desam, yo'q ada deydi. Nimaga uxlamading o'g'lim desam, ada men uyqum kelsa ham uyqumni o'chirib, qochirib turdim. Nimaga desam, sizni tinchitib keyin uxlayman deydi. Endi tog'asi aytib bizniki ham taksi. Bizning taksilarimiz boshqa taksidan farqi shundaki, meni tanigandirsiz. Mana elimiz suygan san'atkor Tolib akam Hojiyev tanigandirsiz. Bu taksi, meni yurtim kanalda kulib boramiz degan taksi loyihasi. Agar bizning gaplarimizga siz kayfiyatsiz ko'tarilib kulib borsangiz, demak manzilingizga tekinga yetib olasiz. Agar kulmay xo'mrayib o'tirsanglar, tog'ajiyanlar, unda tekinga yo'q, biz Tolib akamga to'laysizlar pulini. Shunaqa narsa endi. Abdulloh, bog'chadamisiz? Bog'chada. Qoyilman, she'r perlar ham bilasizmi? Kimlarni taniysiz she'rlardan? Men Alisher Navoiyni taniyman. Kimni taniyman? Alisher Navoiyni. Alisher Navoiyni taniyman. Sizdan katta dodalaringiz tanimaydi Alisher Navoiyni. Siz qayerdan taniysiz Alisher Navoiyni? Baraka, g'azallardan ham bilasizmi? Ha, bilaman. Qani bir eshitaylikchi, qani. Kecha kelgumdir debon, ul salvi gulru kelmadi. Ko'zlarimga kecha tong otguncha uyqu kelmadi. Lahza chiqdim-u, chekdim yo'lida intizor. Keldi jon og'zima ul sho'xil badxo kelmadi. Voydoy! Mana shu tengi boladan so'rashibdi-da. Albatta, dadangni yaxshi ko'rasanmi, onangni yaxshi ko'rasanmi desa, dadam onamni yaxshi ko'radi, onam dadamni yaxshi ko'radi. Men o'pshi bunaqa ishlarga aralashmayman degan ekan. Yana bir shoir bor ekanda Botir. Yosh shoir bor ekan, shu she'rlar yozib boshqa qilib yurar ekan, bir sal hazilkashroq bir ijodkorning oldiga borib qo'yib, aka, meni ijodimga qanday baho berasiz desa, haligi tajribasi kattaroq hazilkash shoir yosh shoirga aytibdi, ukajon, siz o'zingizdan oldin yashab o'tgan ijodkor, shoir u olim u yozuvchilar yo'lidan yuring desa, bir ko'rishib qolib, qalay bo'lyapti o'zgarishlar desa, yaxshi debdi. Siz aytgandan buyon mana Oybek, Bobur, Navoiy, Abdulla Qodiriy ko'chalaridan yuryapman debdi. Qoyilman. Voy. Endi bu farzandlarimiz bor bo'lsin, bularni donoligiga men tan beraman. Xuddi mana shunday 5 yoshmisan Abdulloh? 6 sana. Bittasini mana shu 5-6 yoshli bolasi bor ekan, ikkita qizi bor ekan. Shunday uyga kirib kelsa, g'ajir bir-biri bilan bir narsani talashib, bir narsalarni telefonlarni o'ynab, bir meniki, saniki boshqa qilib turgan ekan. U tushlikda shu onasi bilan bir to'yda maslahatini qilaylik deb boshlig'idan ruxsat so'rab kirib kelsa, "Obbo" debdi, bular maktabga bormabdimi, nima qilibdi bular? Ey, chiqinglar ko'chaga. Senlarni dashtingdan onang bilan bir o'tirib gaplashib ham bo'lmaydi. Shunday g'ajir-g'ujirlaring shunday miyamda huvulab aylangan. Bor ko'chaga chiq desa, ikkita qizchasi shippa chiqib ketibdi. Abdullohga o'xshagan 5 yashar o'g'ilcha qarab turgan ekan. Sen chiqmaysanmi? Yo'q, chiqmayman debdi. Nega chiqmaysan? Chiqqim qistamayapti debdi. Ey, qistadi-pisladini qo'ygan. Men onang bilan gaplashib oladigan gaplarim bor o'g'lim. Chiqqin, men onang bilan to'yda maslahatini qilishim kerak. Iltimos o'g'lim, sen chiqmayver dedi. Nima qilishini bilmay, uyda endi haligi ro'zg'or kerak bo'ladi deb, bu yerdan haligi cho'plab qo'ygan bir yarim qopgina toza tillasi bor ekan. Bir hoguchkinasini olib, men o'g'lim, mana bularni ol, ko'chaga chiqqan, iltimos o'g'lim. Shunday chiqib darvozaning tagida tillaga urib o'ynab o'tirsa, nafsibat qo'shnisi o'tib ketyapti. Yo, qudratingdan o'rgilay, zamonamdan aylanay. Bu kunlarda Xudoyim qarang, mana bu farzandlarga nasib etganini qarang. Yosh bola ko'chada tilla o'ynab o'tiribdi, ya hozir boplaymiz deb kelib, nima qilib o'tiribsan Abdulloh desa, tanga o'ynab o'tiribman debdi. Bu tangani o'ynab sarg'aytirib yuboribsan kir qilib. Menda oppoq-oppog'i bormi? Men sen optaq tangalarni olganda, men mana kirlarni olib ketaman desa, yo'q bermayman debdi. Nega? Bittan iyondan keyin beraman debdi. Haligi tillani ko'rgan odam iyon u yoqda tursin, vov deb yuborishi mumkin. Bu yoqqa qarasa ko'tilidan darak yo'q.
Endi berasanmi desa, endi bermayman da amaki desa, "Ya, noinsof bo'lar ekansan-ku. O'nglatib qo'yman bermaysanmi?" desa, "Yana bir marta deng, keyin beraman." Mayli. Bir marta deyman, boshqa demayman deb qarab. Endi berasanmi desa, "Endi sen bermayman amaki. Tilla bilan tangani farqiga eshak borganda men bormaymanmi" dermish. Ey, hozirgi bolalar bilan o'ynashma. Tolib aka, agar mabodo gapirganingizda og'izlaringiz qurib qolsa, mana bizni o'zimizda brendli suvlarimiz ham bor, mana kulib boramiz degan. Bemalol mana idishlarga qo'yib bemalol ichib ketsangiz ham bilan Tolib aka salqin. Salqin. Lekin o'zimizning mahsulot bu, o'zimizniki. Voy baraka top, mana qarang. O'zimizning mahsulot bu. O'zimizning mahsulotdan aylanay. Shunday sezasan-da, mana shunday og'zim qurib turganini qarang. Ana. Shunaqa. Mana manzilingizga ham yetib qoldik, kelib qoldik Husanjon. Boringlarga shukr. Umringlar uzoq bo'lsin, tanijoninglar sog' bo'lsin. Mana keldik, Xudo xolasa. Husanjon. Mana menimcha kayfiyatingiz ko'tarildi. Siz oddiy taksiga buyurtma bergan edingiz. Mana biz ro'para kelib qoldik. Aziz do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Keyingi yo'lovchimiz siz bo'lib qolishingiz ham mumkin azizlar. Boringlarga shukr, hammanglar umringiz uzoq. Bolani ehtiyot qilasiz, rahmat. Sizlardan 20 ming so'm bo'ldi. Qildinglar-ku, kartadan o'tkazasizmi? Bo'ldi. Mana karta o'tkazsin, men telefon orqali qabul qilib olaman kartadan. Qo'lni qo'lga berishga, yelkadosh bo'lishga san'atkorlar juda usta, lekin oyoqdan chalganda astoydil chaladi. Qani endi keyingi mijozni olgani ketdik endi. Qani bismillahirrohmanirrohim. Qani mana shu yerga qizil ko'ylak kiygan qiz. Mana Assalomu alaykum. Shularmiki? Kishimikan? Assalomu alaykum. Keling. Taksi. Keling. Siz keling o'tirib oling. Qadamlaringizga hasanot. Voy, siz indiyskiy bo'lib qaq ketyapsiz, opajon. Singlim tug'ilgan kuniga borayotgandim. Assalomu alaykum. Ismingiz kim? Bularni taniysizmi? Barno, Xorazmdanman. Bularni taniysizmi? Taniman. Barnoxon. Assalomu alaykum. Yaxshi. Joningiz sog'mi? Rahmat. Jonlimisiz? Jonlimisiz? Yaxshi yuribmisiz? Zo'rmi? Xorazmni qayerdasiz? Urganchda. Siz ham Xorazm shevasiga usta ekansiz, Tolib aka. Havo, Xorazmcha so'ylayman aka. Dimzo'r. Bizni taksimiz kulib boramiz. Taksisi Barnopa. Xudo xolasa, agar kayfiyatingizni ko'tarayotgan bo'lsak, demak yo'l kira haqini to'laysiz. Yaxshi. Lekin agar kayfiyatingiz ko'tarilmasa, unda Tolib akamga to'laysiz degan joylari. Barnopa. Hozir güldingiz, to'g'rimi? Havo, gulib turibdi axir. Bu pika degani nima degani? Pika degani opajon deganida. Opajon degani. Xorazm shevasida. Barnopa pika degani opajon degani. Pika degani opajon degani. Qoyil. Turklar bilan bir xil bu Xorazm shevasi. Yaqin, havo. Yaqinmi? Havo. Yaqin. Yaqin. Bir-birimizni tushunib, bir-birimizni anglab turamiz, gaplab turamiz. Hop, endi menga qarang, boladan nechta? Barnopa pika? Boladan 3 ta. 3 ta. Qutulganmisiz boladan? Ay joningdan. Nechtasi qiz, nechtasi o'g'il? 2 ta qiz, 1 ta o'g'il. Kuyov, 2 ta kuyov bor. Bor. O'g'ilni ham uylantirgansiz. Kelin bormi? Kelin bor. Kelinga azob beryapsiz rosa. Yo'q. Vaqtim ham yo'q. Nega? Kuni bilan ishda u. Ishida yuradigan apika bu. Bir yerda o'tirmaydi axir. Bir yerda o'tirsa haligi janjal chiqadi. Uni unda aytdingmi, buni bunda aytdingmi, nisha aytding buni tartsang-a, buni yapsang-a. Qaysi qaynonadan so'rasangiz, yo'q, kelinga azob bermayman. Hay yo'li shunday Botirjon. Kelindan so'rasangiz, hamma labini tishlaydi hamma. Shu. Shunda kelishib olganmiz. Aziz do'stlar, barcha qizlarimiz, onajonlar, opajonlar, boringlarga shukr hammanglarga boshqa rayonda yashaydigan qaynonalar tilayman deydi-yu. Shunaqa narsa. Qarang, Xorazmdan Barnopa, Xorazmdan 3 erkak mehmonxonaga borib joylashibdidan samolyotga uchadigan kuni bittasini esiga tushib qolibdi. Voy, men o'layin debdi. Hozir aeroportga boradigan bo'lsak, xotinim o'ldiradi meni. Menga bir finiski etik olib qaytasan Moskvadan debadi. deb turib, sizlar boraveringlar, esa men shunday borib turib bir etik olib bormasam, ahvolim vayron bo'ladi meni deb turib, yuguribdi opa. Shunday kelsa, endi haligi etikda bir 100 odam navbatda o'chirib turgan ekan. Ha.
nima qilaman endi deb turibdi-da, xorazmlik bor nima bo'lsa bo'ldi peshonamdan deb shartta bittasini qoldirib ikkinchi bo'lib kiryapti. Kirib olgan ekan, o'rislar aytibdi: "Ey молодой человек" debdi. "Очередь стоydi" debdi. Jin turibdi. "Ey" debdi, "Senga aytaman, очередь stoy" debdi. Desa, "Novda o'tirsan" debdi. "Что за нация" debdi. "Novi" debdi bu. "Что за nация" desa, "Novda o'tirdi" debdi. "Oy, очередь stoy, очередь занимай" desa, "Raporda kishdek ratalli" debdi. "Cho'ng говорит" debdi. Raporda kishdek ratalli. Qani turib, voy debdi. "Shuncha chet ellik ko'rdim" debdi. "Bunaqasini ko'rganim yo'q." "Кто ты такой? Откуда?" desa, "Raporda kishdek ratalli." Desa orqadan turgan aytibdi. "Bu sog'amas" debdi. "Hozir bir baloni boshlamasin. Voy nima oson ketsin bu" debdi. Shartta yetibga olib turib ketayotib haligi opani oldiga kelib, "Rahmat sana, raporda kishdek ratalli" dedi. Gap yo'q, to'g'ri. Umringiz uzoq bo'lsin. Ana shunday qilib. Mana aka, kayfiyatingiz ko'tarildi ozgina. Juda yaxshi, rahmat. Sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Qo'llaringizdan. Navaradan Yaxshi odamlar yo'liqsin. Nevaradan nechta endi? Ikkitami? Umringiz uzoq bo'lsin nevaralari. Ilohim, baxtiyat. O'zingiz Toshkentda yashaysizmi? Ha. Toshkentda yashaysiz, qoyilmi? U qarindosh urug'lar hammasi Xorazmda. Ha, yaxshi. Sizga shukr, rahmat. Mana Barnob aka, Xudo xolasa mana manzilingizga yetib keldingiz, Xudo xolasa. Sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Barnob aka bir Xorazmga borib qaytgan yil bo'ldingizmi? Avon. Vaqtingiz yetmasin. Rahmat. Sog' bo'ling. Kuldingiz, kayfiyatingiz ko'tar, ochilmaydi ish, to'xtab turing. Abi kassani to'lash kerak-ku. Sizdan 25 ming so'm bo'ldi. Barnob aka, karta orqali to'laysizmi yo naqd to'laysizmi? Kartadan to'laysizmi? Bo'lsa tashlab yuborasiz o'zi. Mana sizga naqli tushdi. Boya qoyilman, mana. Rahmat. Kelin olish lotereya. Yaxshi kelin uchrasa, demak qiz topdingiz. Agar yomon kelin uchrasa, o'g'ildan ajraldingiz. Qolib aka, qoyil qoldim. Sizni qo'lingiz barakali keldi, aka. Ketma-ket bu tushyapti. Hali bir daqiqa jiring ustma-ust bo'lyapti. Qaysi birini bosishga ham boshim qotib qoldi. Mana mashinasini ko'tardim. Mana shuni ko'tardim bu. Iya, qarang. Bu ham shu yerda turibdi, qatta turib qarang. Nima baland olib aka. Yomon barakali yigit ekansiz, qoyil qoldim. Aylanaysan. Qani aziz do'stlarim, boringlarga shukr. Qani ketdik, qani mana. Menimcha shular, mana hamshga kelib to'xtayman. O'zi mashinaning nomerini bilib ko'rib, chiqib kelaverishadi. Qani degan joylari. Ko'ramiz kim kelsa keladi. Taksi, va alaykum assalom. Taksi, va alaykum assalom. Qani kelinglar, qadaminglarga hasanat. Taksi, qizlar kelinglar. Chiqib o'tirib olinglar, qani o'tirib olinglar. Boringlarga shukur. Assalomu alaykum. Bu mening yurtim kanaldagi Kulib boramiz taksisi. Bu Kulib boramiz taksisi deydi-yu. Boringlarga shukur hammanglarni. Bittaki taksimiz shart. Agar manzilingizgacha sizlarning kayfiyatinglarni ko'tara olsak, kuldira olsak, demak yo'l kira haqini to'laysizlar. Agar kuldira olmasak, xo'mrayib ketsanglar, unda Tolip akamga to'laysizlar. Bu odamni taniysizlarmi? Taniymiz. Qattiq taniysizlar. Aka Sharif aka. Qo'yman. Aka Sharif aka qishda bo'yniga taqadigan Sharif akam. Taxallusi shunaqa. Taxallusi shunaqa? Kinoda ko'rganmisan buni? Ko'rganman. Qaysi kinoda ko'rgansan? Talisafet. Talisafet. Munisa Zayvani akam-akasi qo'shig'ida ham zo'r o'ynagan. Akam-akasida Baronni o'ynadim men. Siz kliplarni ham chiqyaptimi? Baronida o'ynab berdim men. Endi shu bitta ashula aytishingiz qoldi Tolip aka. Tog'li kuyovda ham siz ham zo'r o'ynagansiz. Kim so'rasa Tog'li kuyov gapiraveradi hammasi. Yaxshi. Kuyov dadasini o'ynaganman, to'g'ri bor. Qani tanishamiz, ukajonim, isming kim sani? Mening ismim Niyatjon. Niyatjon? Qayerdansan Niyatjon? Jizzax Baxmaldan. Qoyil qoldi. Bu opamizning ismlari nima edi, singlimizni? Shoiraxon. Bu qizcha ona qizimning ismlari nima edi? Shirin. Ha? Ismim Shirin. Shirinmi? O Farhod. Jiyanim bo'ladi. Ha. Jahon tillarida o'qiydi. Niyatjon, siz qayerda o'qiysizmi, ishlaysizmi? Men o'qiyman, maktabda o'qiyman. Maktabda o'qiysiz? Necha sinfda o'qiysiz? 8-sinfda. 8-sinfda? Qo'y, men o'ylangan bola bo'lsa kerak bunda o'tirib. Bu aqli biyron-ku, dono. Yo, tillari biyron. Yo,
Maktabda menimcha aldayapsiz-ku. Yo'q, maktabda o'qiyman 8-sinfda. Yo'q, Baxmaldagi maktabda. Ha. O, 8-sinfda. Oho, malades. Endi qachon o'ylamoqchisiz? Endi xudo 9-sinfda de. 9-sinfda. Ha desa Botir akam shoshiltirdi deydi-ki. Necha Botir akasi bor agarda. Yaxshi qo'llatsang, xudo xohlasa. Tolib akamdan karnay sunnay. Shu. Mendan haligi nima de, kuyov jo'ralaydi. Yo'q-e. Kuyov jo'ralikka sal o'tdimi deyman-da. Niyatjon. Hop. Ertaga uylansang, qiz ko'rsang orzu qo'y. Niyat, orzu. O'g'il ko'rsang armonjon qo'y. Zo'r. Mana bu ko'pni ko'rgan odamlarning gapi-da. Ko'pni ko'rgan odamlarning gapi. Yaxshi. Chunki armonga yurmaysan deyiladi, Tolib aka. Lekin aytib qo'y, mana shu o'zing niyatjonsan, o qizingni otini orzu qo'ysang, o'g'lingni otini armon qo'ysang, sen o'ylangan kelinni qaynanang, bo'lajak qaynanangning oti Afsusxon bo'lsin. Usiz iloji yo'q. Kelin bechora nadomat bo'ladi. Boringlarga chiqib. Pas hazillashamiz pas. Kulgi bo'lsin. Kulgi Odam bo'lsin. qancha ko'p kulsa, shuncha ko'p yashar ekan. Barakalla. Ofarin ey o'g'lim, barakalla. yosh bo'lsang ham faqat shu tomonga qarab ancha aqling o'sibsan ey. Rahmat, sog' bo'linglar, umringlar uzoq. Mana manzilga ham yetib keldinglar. Sizlardan 20 ming so'm bo'ldi. Kartadan tashlaysizlarmi yoki? Kartadan tashlab qo'yib Karta, olaylik. tasha kartadan, jonim mana. Va buyurtni bergan joyingga tasha. Karta Bugun o'zi faqat karta bo'ldi, yaxshi bo'ldi. Mayli, yaxshi bo'ldi. Mayli. Tolib akamni hali naqd pul ko'rmaganlari ham yaxshi bo'ldi. Tashladim. Bo'ldi, qo'yil mana keldi ting qilib. Agar eringiz oyog'idagi naskilarni yechib olib, televizor yonida yonboshlab, sizni to'xtovsiz asabingizga tega boshlasa, siz undan gumonsiremang. Demak, eringizni boshqa boradigan joyi yo'q. Mana Tolib aka, boringizga shukr Tolib aka. Mana telefonda mana buyurtmalar tushyapti, ketma-ket Tolib aka. Biza men aytdim-ku, Botirjon, meni oyog'im yengil. Ha, Tolib aka zo'r. Ya kelinglar, taksi. Kelinglar, taksi. Chiqinglar, taksi. Voy, assalomu alaykum, assalom, yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Hayron bo'lyapsizmi? Keling. Alaykum. Mana Tolib Hojiyev O'zbekistonda xizmat ko'rsatadi, Tolib Hojiyev. Va alaykum salom. Botir Muhammad Xo'jayev o'tiribdi mana. Bu klub boramiz taksisi. Kayfiyat ko'taradigan Meni yurtim kanalda. Bu yerda mana video yozuv. Rozimisizlar video yozuvlarga? Agar kayfiyatingizni ko'tarib kulib borsanglar, demak yo'l kira haqini to'laysizlar. Agar kulmasanglar unda Tolib akam to'laydi. Bo'ldi mana. Men uni ichiga Mana bu qizchani. Isming nima? Tursunoy. Tursunoy. Ismingiz nima, opajon? Fatima, qayerlisizlar? Namangandamiz. Namanganning qayeridan? Uchqo'rg'on. Bo'ldi. Qo'qondan shunday chiqqanda Uchqo'rg'on askarchilarni yurtidan bilar. Bir 6-mi 7-sinfda ustoz kiribdi-da, bugun erkin mavzuda insho yozamiz. Mening onam degan. Boshladik deb endi haligi hamma yo'llarini tushuntirib bergan ekan. Hamma bola, qizlar yozishni boshlabdi. Bir yigit mana shunday qotib turgan ekan. Sen nima yozmayapsan desa, ilhom qochib ketdi deb. Bo'lmasa menga qara. Hozir sen mana tur o'rningdan. Bular yozaversin, sen uyga borib ilhomingni chaqirginda, yozib kelgin. Men sen bilan keyin gaplashaman. Uyga borib yana shunday qotib turgan ekan, dadasi, "O, yana bir topshiriq bo'lganiga o'xshaydi o'g'ilchaga" deb. "Ha, o'g'lim" desa, erkin mavzuda mening onam insho yozish kerak desa, "Bu yoqqa ol o'g'lim, shunga shuncha ota go'ri qoziqxonami shartlatib dadasi yozib berib, "Mang, o'g'lim, boring, bahoni zo'rini olib keling" deb beribdi-da. Ertasiga o'g'li qaytib kelib o'tirgan ekan. "Ha, o'g'lim, baholar necha bo'ldi?" desa, -3 debdi. Nega unday bo'ldi desa, bilmadim debdi. Ustozing nima dedi? Desa, ustoz menga qarab turib, "O'g'lim, shu inshoni o'zing yozganingda bunchalik ko'p xato qilmasding" deb aytdi. Yana ana bu bolalar mavzusida Tursunoy gap ketdi-da. Bittasi har kuni shu 1-soat tugay deganda bir amallab kirib kelar ekanda, "Mumkinmi ma'lum" deb, "Ha, kelaver" debdi. U ma'lumlar ham bilib olgan, "Kiraver" deb.
Oxir bitta yangi muallim kelgan ekan, menga qaragin debdi, sen 3-marta kech qolib kelyapsan, senda bir tartib intizom bormi? Nima qilganing bu desa, menda ayb yo'q debdi. Kimda ayb? Mana shunday chiqib qarang maktabga yaqin kelganda. Nimaga qarayman? Yozib qo'yibdi-ku. Nima deb? Sekinroq yuring maktab deb. Qarang, shu yergacha kelarkanda keyin sekinlashib ketarkanda bechara. Ha, endi mana shunday bir ajoyib yaxshi kunlarda bittasi shunaqa kech qolib darsga kelaverib, dovdirab yana kirib kelgan ekan, ustoz aytibdi. Bo'ldi, kir o'tirgin deb bunday qarasa, "Ey, to'xta, bu yoqqa" debdi. Bu yoqqa. Bu yoqqa. Bu nima ahvol debdi. Bunday qarasa, oyog'ida tufli poyma-poy ekan. Bittasida qora tufli, bittasida oq tufli. Bu nima qilganing bu desa, "Voy domla, men darsga kech qolyapman" deb shu borini ilib qaramasdan yugurib kelaveribman. Sen nima biz maktabda ustidan kulyapsanmi? Ko'rganlar nima deb o'yladi? Maktabda shuni o'rgatyaptimi deb bizga la'nat olib kelganingmi? Voy, bunaqa qilmagin ikkinchi. Bor tez tuflini almashtirib kelgin desa, almashtira olmayman-da. Nega desa, uyda ham shunaqa poy turibdi dermiz. Qoyil. Ey, aylana. Rahmat. Aylan. Yaxshimi, kayfiyatinglar ko'tarildimi qizlar? Ha, endi kutmagansizlar, to'g'rimi? Sizlar oddiy taksi bo'lsa kerak deb o'ylagansizlar. Oddiy taksi chaqirib, lekin bunaqa taksiga ro'para kelib qolaman deb o'ylamagansizlar. Aziz do'stlar, taksilarga buyurtma bersanglar, keyingi yo'lovchimiz siz bo'lib qolishingiz ham mumkin, azizlarim. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Manzilinglarga ham yetkazib olib keldim, azizlarim. Boringlarga shukr. Qani mana, rahmat. Mana, bular karta orqali to'laysizlarmi? Karta mana telefon ulangan tashlab yuborasiz, rahmat. Agar kayfiyatinglar ko'tarilgan bo'lsa, mana endi karta orqali to'lasanglar eshigimiz ochiladi, deydi-yu. Bilasizlar, alifboding qarab 33 ta. Odamzodning og'zi tishi 32 ta. O'shaning uchun ham odamlarning og'zida gap turmaydi. Bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda, Tolib aka. Bugun mehmon bo'lganingiz uchun boringizga shukr. Mashinani orqasidan itarganingiz uchun unga ham rozi bo'laman. Ana shuni yomon qilding lekin. Boringizga shukr. Ana shuni yomon qilding. Aziz do'stlar, bu kulib boramiz loyihasi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Boringlarga shukr hammanglarni deyman, azizlarim. Tomboshida tog'ora, tog'orada zog'ora, zog'orani yopolmay, dog'da choli kampir ovora. Zog'orani yopolmay, dog'da choli kampir ovora. Yorim ketaman deydi, ketqizgani qo'ymayman. Yo'llariga chim bosib, dog'da o'tkazgani qo'ymayman. Kulib boramiz aziz do'stlar.